kişi bekliyor? Lakta shahar ve kötünge sikip koyuyorsun senin. Tushunayapsan? Ama ko'tta. Sen kim bo'lding endi? Chort bilan, gandon kalla bilan de. Ha, keladi, pasporti kerak bo'lsa, pasportini so'rab telefon qildi-ku menga. Borib pasporti bilan kelib ukasini olib ketadi, keyin telefonni beriladi. Birinchi keladi, u olib ketmaydi, oldinga keladi, o'tiradi, ozgina qoladi, mehmon qilaman, keyin ketadi. Senga men hype kerakmi deb ukam? Mana senga hype. Ertalagacha hype deb enib chiqasan. Nima qilmayapti? Nima qilay? Qo'yvoring. Hech qayerga ketmaysan. Qo'ya, qo'ttaq sen ham yo'q bo'la, gat bilete. Menda-ku. Pasporti menda, telefoni menda, qayerda voz kechadi? Yugurganda bir qochishni ham bilmaydi, dalbayoblar bilan. Ne ukam. Akalaring kelar, keyin ketasan. Ungacha chiqib ketmaysan. Hech qayerga ketmaysan ungacha. Yoshlar, nima qilay hozir buni? Olib borib ketib kelaymi, nima qilay men buni? Mana men sizlarga yana qaytadan aytyapman, mana yangi odamlar kirdi. Necha kishi bo'lib keldim? Bir o'zim keldimmi? Necha kishi bo'lib kelding sen? 3 kishi, to'g'rimi? Qani ikkitang? Ikkisi nima qildi? Ikkisi nima qildi? Akalaring nima qildi? Gapiryapman senga. Nima qildi akalaring? Qochdi, to'g'rimi? Mana bolalar o'zlaring ko'rib turibsizlar, yana odam kirdi. Men nima deyapti? Odam yig'ishni ko'rsatdan men akalaring bilan chiqib kelding deyapti, to'g'rimi? Necha kishi edik? Men kim bilan keldim? O'zim keldim. Sizlar kim bilan keldilaring? 3 kishi bo'lib kelding, to'g'rimi? Menda bir pichoq bormidi? Ha? Yo'q edi, to'g'rimi? Ha. Hech narsa qila olmaysanlar. Senlar bular meni urmoqchi bo'lib 3 kishi bo'lib yig'ilib keldi. Urmoqchi bo'lib yig'ilib keldi, nima ketadi? Unga chiqib qayerga ketmaydi, o'tiradi ertalabgacha. Bog'lab qo'yaman o'ziga olib qo'yib. O'tira. Ular nima qilaman? Telefonni ham zaryad kam, men o'zimni uyga olib kiraman. Telegram kanaliga chotik videolar tashlayman hozir. Ertaga men chotik postim qo'yaman. Ya akalaring ko'ttiga qo'ttag'im bilan. Qo'yvoring. Dinna, men sen qo'ttag'imga qo'y nima dedim? Ha? Men hech narsa demaganman-ku. Hech narsa demaganing shumi seni? Ha? Toshkentda meni kutib olmoqchi bo'lgan bola senmiding? Ha? Bir izki qolmadi, mana shular. Ukam, endi normal tayoqda kuchini yeysan sen. Uyga olib kiraman. Sayriysan. Cho'tki sayrab berasan. Akalaringni qilgan temalarni. Nima qilay buni? Ketib qayerga ketadi hozir? Telefonim menda bo'lsa, yo yozib berasan? Yo'qmi? Cho'tki bo'la, o'ylama. Shunday bo'ladi, birovga gapirib qo'yish. Hayotda oxiri shu, ukajonim. Hayotda oxiri mana shunday tugaydi. Oka, qo'yvoring ota-onasiga jabr oka, yo to'g'ri, bilayapman, men buni hech narsa qilmayapman. Hozir mana bir shapatdi deb, ana ikkita akasi qochib ketganiga men xuyet qilyapman. Ashibga sendan o'tgan to'g'rimi uka? Men seni televizorda ham ko'rmaganman. Sen o'zing menga video tashladingmi?
Kutib olaman seni de. Bu teşegan yo'q, shuni gapirganini gapirdim. O'shalar gapir deganiga gapirding. Qani o'shalar hozir? Ha? Oldingda turib bermayaptimi hozir? Mana shunday bo'ladi ukam. Kelmaydi ular u ish. Kelmaygacha bo'ladi. Pasport meni o'zi qo'ttag'im deydi. Ikkita gipan qani? Gapirmanglar, men yo'lardi. Bular problema qilmayman. Normalni balani aka qismda. Bundan keyin normal, ukajonim. Bundan keyin normal bir dastoniy bolani aka qilgan, xo'pmi? Yurchekka va xodim ko'payapti. Yo'q, ukam. Bolalar, men buni ozgina mehmon qilib chiqaverishgani. Zakoni mamasi ukajonim? Chotka. Akalaring chaqirasan, keyin ketasan sen. Unga hech qayerga ketmaysan.